10 mingdan ziyod inson so'ragan. Aynan mana shu pirojkimizni retseptini jonimda so'raylar, jonimda beraman-ku, retsept yoqda tursin. Har bitta aytayotgan gaplarimga e'tibor bersalaring, xuddi manikidaqa chiqadi. Sut, sariyog', tuz, droji, un solib, birinchi apara qilib xamir qilib olamiz. 15 minutdan keyin ko'rib turganlaringizda qashnaqa ishib chiqadi. Uje droji xamiri achib. Yana ozroqgina un solib, qo'limiz yopishadigan xamir bo'lishi kerak. Menda bugun go'shtli kartoshkali pirojki. Indeykani farshini ichiga piyoz qovurib soldim, yana ham shirinroq chiqadi. Pripravalarda esa do'stlar, po vkusi xohlaganlaringizni solasizlar. Rovna 40 minutda xamirim shunaqa chiroyli bo'lib oshib chiqdi. Sir sinoatlari bilan birga aytyapman sizlarga. Zuvolachalarimizni yasab qo'yib 40 minutga esimizdan chiqaramiz. Kartoshka pyurega ham обязательно piyoz qo'shamiz, o'shanda sochni bo'lib chiqadi. Endi bu yog'ini qaranglar. Dam olib turilgan xamirni qaranglar, qanaqa osongina yoyish. 3 marta barmog'imda tekkizdim ham srazi yuqqagina bo'lib yoyildi. Hech qanaqa skalka o'xlov shart emas. Bahona qilmanglar. Farshimiz обязательно pishib chiqadi do'stlar. Tugilgan joyini pastga qaratib, yana 40 minutga esimizdan chiqaramiz pirojkilarni. 2 barobar ishib shunaqa chiroyli bo'lib chiqadi ungacha. Ko'pchilik retsept o'rgatayotgan payti shu joyini aytmaydi, o'shaning uchun hammaniki ichi berch ili ko'rpachadek qalin xamir bo'lib chiqadi. Bizniki berch ham bo'lmaydi, ko'rpachada ham bo'lmaydi. O'rtacha olovda qovuramiz. Skоворodkaga birinchi tugilgan tomonini pastga qaratib qovuramiz. O'shanda ochilib ham ketmaydi. Yana bitta narsa, qaysi pirojkini birinchi tukkan bo'lsalaringiz, o'shandan qovurib boshlanglar. U yana ham ko'proq dam olgan bo'ladi qolganlarga nisbatan. Pavlinkamda ko'zlari o'ynab ketdi, o'zi ham pirojkichani ko'rib. Stol stulda o'tirib yeyishgacha ham bormadilar. Отвечай duvoni tagida qolib ketasizlar. Обязательно pirojkisi o'xshab chiqmaydigan tanishlarga jo'natib qo'yamiz va подписка bosamiz.